Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Bugun 8 oyninki 16 kunisi, ya'ni Xitoy hukumati vatanda ikkinchi qitimliq yuqumlanuvchilarniki bayqalganligini e'lon qilganga bugun dal 1 oy bo'ldi. Shu munosabat bilan men vatandagi bu vaboninki hozirgi vaziyati to'g'risida azroq analiz qilib, uni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarningki diqqat berishinglarni umid qilaman. Bu yerda hammanglar ko'rayotganingdek, bu sol tarafdagisi Xitoy hukumatining 7 oyninki 15 kunisi e'lon qilgan xabari bo'lib, bu xabarda deyilishicha 7 oyning 14 kuni kech soat 12 gachilik vatanda jami 148 kun birmi odam yangidan yuqumlanmaganligi bayon qilingan. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida Xitoy hukumati 3 oyning 8 kunisi vatandagi yuqumlanuvchilarningki hammasininki kontrol bo'lganligi, birmi yuqumlanuvchi bayqalmaganligini e'lon qilgandan keyin toki 7 oyning 14 kunigacha jami 148 kun vatanda birmi odam yangidan yuqumlanmagan yoki bo'lmasa vatanda birmi bu yuqumlanuvchi bayqalmagan. Bu o'ng tarafdagi 7 oyning 16 kunisi Xitoy hukumati e'lon qilgan xabar bo'lib, bu xabarda deyilishicha 7 oyning 15 kuni kech soat 12 gachilik vatanda bir odamninki mushu yangidan yuqumlanganligiga aniq diagnoz qo'yilganligi, anandan keyin 3 odamninki kasal alomati bo'lmagan yuqumlanguvchi ekanligini e'lon qilgan. Bu kun hamda mushu vatanda ikkinchi qitimliq, bu vaboning ikkinchi qitimliq boshlanishininki tunji kuni hisoblandi. Bu kundan hozir qadar dal 1 oy vatandagi ikkinchi qitimliq yuqumlanish davom qilmoqda. Men tövanda bu 1 oy ichidagi Xitoy hukumati e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarni sizlar bilan bir qur o'rtoqlashib chiqaman. Bu ko'rayotganinglar şu kundan itiboran hozir qadar 1 oy ichida Xitoy hukumati rasmiy diagnoz qo'yilgan yuqumlanguvchi deb e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar bo'lib, bu son 7 oyninki 15 kunisi bir bo'lgan bo'lsa, 7 oyninki 7 kuni kelgan vaqtida eng yuqori songa, ya'ni 643 ga yetgan. Uningdan keyin tövellashga boshlagan. Bu yerda ko'rsatilgan sonliq ma'lumot mushu Xitoy e'lon qilgan jami yuqumlanguvchining sonliq ma'lumoti bo'lmasdan, balki shu kunisi, xabar qilgan shu kunisi mavjud bo'lgan yuqumlanguvchilar soni. Ularning ichida masalan saqayganlar bo'lib qolsa, ularni buning ichidan chiqarib etgan. Shunga mushu bugun e'lon qilgan, ya'ni 8 oyning 16 kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumotga asoslangan vaqtida 8 oyning 15 kunisi kechkichilik vatanda 401 yuqumlanguvchi qilib qolgan bo'lib, 425 yuqumlanguvchi saqib doktorxonadan chiqqan. Bu Xitoy hukumatiningki mushu 8 oyning 16 kunisi e'lon qilgan sonliq ma'lumotlari. Ya'ni mushu 7 oyning 16 kunisidan tortib 8 oyning 16 kunigacha 1 oy ichida e'lon qilgan sonliq ma'lumot. Bu bo'lsa Xitoy hukumati e'lon qilgan mushu vabo sababidan kuzatish ostiga ilingan insonlarning soni bo'lib,
7. ayninki 16. günüsideki küzülüvatkan sanını 135 dep e'lon qilgan bo'lsa, 8. ayning 7. kuni kelgan vaqtida bu san eng yuqori pallaga yetib, ya'ni 20.325 ga yetgan, uningdan keyin tadrijiy tövellashga boshlagan. Bugun e'lon qilgan sonda bu sonninki küzülüvatganlarning sonininki 8. ayning 15. kunisi kechga qadar 10.450 ga tushganligini e'lon qilgan. Ko'pinchimizga ma'lum bo'lganidek, Xitoy hukumatı mushu 1-oyninki oxirlaridan boshlab vatanda yuqumlanuvchilarniki bayqalganligini e'lon qilgandan tortib, toki 3-oyning 8-kunigacha jami 76 odamninki yuqumlanganligi, ularning ichida 3 odamning o'lib, 73 odamning saqayganligini e'lon qilgan. Ya'ni ayni vaqtida bu yuqumlanuvchilarningki o'lish nisbati taxminan 4% bo'lgan. Biroq bu qitim e'lon qilgan son yuqumlanuvchilarning soni garchi 800 dan oshgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatı hozir qadar bir odamninki bu vabo tufaylidan o'lib ketganligini e'lon qilmagan. Bu hozir dunyoning hech qanday yerda yuz berib boqmagan bir g'alatilik. Yana mundaq aytgan vaqtida butun dunyoda hozir shu yuqumlanuvchilar ichida o'lib ketish nisbati eng yuqori bo'lgan davlat va rayonlarda 10% dan oshgan bo'lsa, eng to'van rayonlarda bu 2% atrofida bo'lmoqda. Bütün dünyanınki o'rtacha saviyasida, ya'ni bu vabo bilan yuqumlanuvchilarning o'lib ketish nisbati taxminan 4-5% bo'lmoqda. Biroq Xitoy hukumatı bu ikkinchi qitimliq yuqumlanish jarayonida vatanda 800 dan ortiq odamninki yuqumlanganligini o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, biroq bir odam o'lib ketdi deb e'lon qilib boqmagan hozir qadar. Undaqda bu Xitoy hukumatı vatanda bu koronavirusi banasi bilan nimalarni qilayotgan bo'lishi mumkin? Men tövanda bu vaqtda o'zimninki kuzatishiga asosan ba'zi ko'z qarash va farazlarimni o'tirib qo'yib sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Oldi bilan Xitoydagi eng cho'ng gin shirkati vatanda koronavirusi bilan munosabatlik gin sonliq ma'lumot ombiri uchun hozirlik qilayotgan va uningga o'rnak yig'iyotgan bo'lishi mumkin. Men oldin qitimliq leksiyarimdimi bu haqda azroq so'zlab o'tgan, ya'ni Xitoy hukumatiningki xabariga asoslangan vaqtida 6-oyning 5-da e'lon qilgan xabarga asoslangan vaqtida bu Xitoydagi eng cho'ng gin shirkati bizning vatanda shu koronavirus bilan munosabatlik gin bankasi qurishga qo'shilganligini e'lon qilgan. Hammamizga ma'lum bo'lgandagidek 2016-2017 yildan boshlab vatanda keng ko'lamlik DNA yig'ish ishlari bo'lgan. Endi bu qitim bu koronavirusi masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin Xitoy hukumatı shu koronavirusi bilan munosabatlik shu gin sonliq ma'lumotlarini to'plab shu vatanda cho'ng bir sonliq ma'lumoti qurishga tayyorgarlik qilib o'tibdi. Endi ko'rayotganimizdagidek hozir garchi Xitoy hukumatı e'lon qilgan bu yuqumlanuvchilarniki sonininki mutlaq ko'p qismi, ya'ni 90% dan ortiqi garchi Urumchida deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin vatanninki nurg'un yerlarda qattiq siyosatlarni qo'llanib ba'zi yerlarda shaharlarni taqash qilayotgan bo'lsa, vatanniki boshqa yiziq qishloq hamma yerlardan insonlardan o'rnak ilib, shu koronavirusga oid tekshirish ilib boramiz deb o'rnaklarni ilib,
ularga nama'lum dorilarni ishkizayotganligi hammalarga ma'lum. Hamda bu yerdagi ilingan o'rnak mayli nerdan ilingan o'rnak bo'lsin, uningdan shu DNA sonliq ma'lumotlarni to'plash mumkin. Shunga meningki qarashimda bu vatandagi ikkinchi qitimliq yuqumlanishninki orqa tarafida shu Xitoy hukumatiniki shu koronavirusi bilan munosabatlik DNA sonliq ma'lumot ombiri qurish shu bir planninki borliqining ehtimoli yuqori. Bu chunki bu koronavirusninki chiqishi bilan shu Xitoydagi Gin şirketiga nisbatan cho'ng bir bozorninki ichilganligi o'xshamagan xabar manbalarida xabar qilingan. Bu o'ng tarafdagisi bu vaqtdagi xabar. Shunga bu shirkat kelgusi xalqaroda cho'ng bir bozor tepish uchun oldi bilan o'ziniki sonliq ma'lumot ombirini qurib chiqish va uningda belgilik asos yaratish zarur. Shunlashqa mening nazarimda eng büyük ihtimallikda bu vatandagi ikkinchi qitimliq yuqumlanish va vatanning hamma yeriga tarqagan o'rnak to'plash ishlari shu DNA shu gin sonliq ombiri bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. İkinci bir ihtimallik Xitoy hukumati har xil noma'lum jungi dorilarni sinab qilish orqali bu vaboga shifo bo'ladigan jungi dori tepib chiqishga tirishayotgan bo'lishi mumkin. Yani hammalarga ma'lum, hozir vatanning hamma yerlarida aniq mandaq ism bo'lmagan har xil noma'lum jungi dorilarni keng ko'lamda ishga majburlayotganligi ma'lum. Hamda bu rasmda ko'rayotganinglardagidek bu sol tarafdagi yuqoridagi xabar 4 ayning 7 kunisi e'lon qilgan xabarninki mavzusi bo'lib, buningda deyilishicha shu jungi dorininki shu vaboga nisbatan vaboga nisbatan 90% unumli ekanligi o'tirib qo'ygan bo'lsa, andan keyin bu o'ng tarafdagi yuqoridagi xabarda bu jungi dorilarninki shundaq unumlik turg'liqmi xalqaroga yuzlanmaganligi, ya'ni xalqarodagi bozorga kirish uchun ig'ir to'salg'ularning bo'layotganligi, buning asosli sababininki u dorilarga nisbatan aniq bir ilmiy sonliq ma'lumotlarning bo'lmaganligi o'tirib qo'yilgan. Tövendeki xabar bu 8 ayning 10 kunisi e'lon qilgan xabar bo'lib, bu xabarda shu jungi dorininki hozirgi zamon texnika asos qilgan holda xalqaroga yuzlanishni ilgari surish to'g'risida chaqiriq bo'lib, bu endi shu nima uchun vatanda shu keng ko'lamda shu jungi dorisi ishkizdi deganninki javobi balkim mishada bo'lishi mumkin. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida Xitoy hukumati o'zininki jungi dorisini xalqaroga yuzlantirish uchun uni keng ko'lamda sinov qilib bir ilmiy sonliq ma'lumot to'plash va shu orqali xalqaroni qoyil qilib o'zininki jungi dorilarini xalqaroga yuzlantirishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Ya'ni shu maqsad uchun bu yerda keng ko'lamlik dori sinov qilayotgan bo'lish ehtimolligi nihoyatda yuqori. Üçüncü ehtimollik Xitoy hukumati yeni ishlab chiqargan vaksinini bozorga silishdan burun uning unumini sinov qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu ehtimollik nihoyatda cho'ng bo'lib, bu vaksina siniqi asosan shu Urumchini markaz qilgan. Ya'ni Xitoy hukumati hozir e'lon qilgan shu mutlaq ko'p sondagi yuqumlanguvchi va 20 mingdan ortiq kuzatilayotgan kishilar orasida ilib berilgan bo'lib, mening qarashimcha bu sinov faqatla Urumchini markaz qilgan kichik bir rayonda cheklangan, vatanning boshqa yerlarida ilib berilgan
doğru bilen davalash yoki bu örnek ilishlar balkim bu vaksina siniqi bilan bevosita munosabatda bo'lmasligi mumkin. Faqat Urumchidagi bu 20 mingdan ortiq kuchlanayotgan insonlar va hozir qadar e'lon qilgan 800 dan ortiq yuqumlanuvchi balkim shu vaksina siniqi bilan bevosita munosabati bo'lishi mumkin. Bu meningki farzim. Endi Xitoyda hozir qadar 3 xil vaksina 3-chi bosqichli klinik sinaq bosqichiga qadam qo'ygan bo'lib, buningda nihoyatda yuksak bir iqtisodiy kirimninki mavjudligi o'tirib qo'yilmoqda. Ya'ni bu vaksinalar faqat Xitoy ichida 90 milliard yuan yoki 13 milliard dollar naqd kirim keltirishi mumkin ekan. Bu nihoyatda cho'ng bir bozor bo'lganligi uchun Xitoy hukumatiningki bu fursatni g'animat bilib, shu xalqaroga yuzlanish, ya'ni xalqaro bozorda cho'ng bir bozor tepish uchun bu vaksinani shu bizningki xalqimizda bevosita sinoq qilayotgan bo'lishi mumkin. Albatta bu yerda qilingan sinoq bilan xalqaroda qonunli qilayotgan sinoqlarning orasida nihoyat cho'ng farq bor. Buning keyinida biz tasavvur qila olmaydigan nurg'un ishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni mundaq chiqqan vaqtida bu yerda qilingan sinoq bilan hayvonda qilingan sinoq o'xshib ketishi mumkin. Ko'pinchimizningki xabar olgandekdek Xitoy hukumati hozir shu Pokiston, Bengal, Indoneziya, shu Braziliya, Saudiya Arabiston, Bahrayn qatorliq nurg'un davlatlar bilan shu vaksina siniq qilish to'g'risida kelishim tuzdi. Albatta, u sinoqlar xalqaroda yo'l qo'ygan asosda qonunliq ilib berilishi mumkin, lekin vatanda ilib berilgan sinoq ulardan farqli bo'lishi mumkin. Ya'ni uning keyinida nurg'un biz tasavvur qila olmaydigan ishlar yoshiringan bo'lishi mumkin. Undan boshqa garchi Xitoy hukumati bir tarafdan yuqumlanuvchilar soni va kuzatilayotganlarning sonininki ozlayotganligini e'lon qilayotgan bo'lsa-mu, biroq yana bir tarafdan bu vaboni davolaydigan maxsus doktorxona silishi vatanda bu vabo ehtiyojiga qarab xili uzun bir mezgil davom qildiganligini bildirdi. Chunki hozir Xitoy hukumati e'lon qilayotgan sonlarga asoslangan vaqtida mayli yuqumlanuvchilar, mayli kuzatilayotganlar soni kundan kunga tovanlayotdi. Biroq bu maxsus doktorxonaning silinishi bu vaboninki qisqa vaqt ichida oxirlashadiganligidan derak bermaydi. Agar undaq bo'lmagan vaqtida bu kundan kunga ozlayotgan yuqumlang'uchi uchun bir doktorxona, maxsus doktorxona silishniki hech qanday hojati bo'lmasligi kerak edi. Shunglashqa mening nazarimda vatandagi bu vabo va bu vabo tufaylidan kelib chiqqan jiddiychilik shu Xitoy hukumatining ehtiyojiga qarab balkim yana bir mezgil davom qilishi mumkin. Bugungi bu qisqa bir analizni mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Yani yangi uchurlar bo'lsa, men sizlar bilan vaqti-vaqtida o'rtoqlashib turman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat, kelaqtim ko'rishaylik.